xabarlarimiz bor. Jismoniy shaxslarimiz uchun anchagina yengillik qilib, aksiya qilib bergandik. Stansiyalar narxini ancha tushirib qo'ygandik. Bu aksiyamiz hali ham davom etyapti. Undan tashqari ko'pgina yuridik tashkilotlarimiz, fermerlardan ham shunaqa aksiya qilasizlarmi, qanaqa yengilliklar qilib berasizlar degan savollar ko'p kelgani uchun biz yuridik korxonalarimiz uchun ham aksiya qilib berishga qaror qildik. Bunda nima qilamiz? Fermer xo'jaliklarimiz uchun stansiya qurib beramiz. Stansiya qurganda ham обязательно 4x4 profildan quriladi. E'tibor berishlaringiz kerak bu narsalarga. Jinko panel originaldan foydalanamiz. Faqat buni tekshirib beramiz, muammosiz. Undan tashqari kreplenlar alyuminiy o'zini kreplenlardan foydalanadi. Zazimleni mislangan stержень ishlatiladi. Kabel faqat 1/6 lider kabel ishlatiladi. Undan tashqari 15 yillik konstruksiyamiz uchun kafolat beramiz. Undan tashqari karkasimizni обязательно 2 marta kraskalab beramiz. Undan tashqari har bitta stoykamizni kamida yerga 50 sm gacha kirgizib, qazish ishlarini olib borib, xuddi shuncha 50 sm ga beton qo'yamiz. Chunki konstruksiya u juda ham mustahkam bo'lib, shamolga qarshilik qilib ko'tarilib ketmasligi kerak bo'ladi. Demak, invertorga 5 yil kafolat beramiz, deya invertori. Panelimizga 30 yil kafolat beramiz, konstruksiyamizga 15 yil kafolat beramiz. Xo'p, yana 5 yil bepul servis xizmatini qilib beramiz. Bularni narxi kilovatiga 3,5 million so'mdan qilib beramiz hammasini. Beton ishlari, qazish, hammasi ichiga kiradi. Undan tashqari yanada nima bonusga qilib berasizlar desalaringiz agar, kelinglar, mana bonusi uchun modem qo'shib beramiz. Wi-Fi modem qo'shib beramiz. Cho'llarda hamma yoqda ham internet yo'q, uni doimiy nazorat qilish uchun Wi-Fi o'zimizdan qo'shib beramiz, ishlatib. Undan tashqari kamera qo'shib o'rnatib beramiz stansiyani uzoqdan turib fermerlarimiz nazorat qilishlari uchun. Undan tashqari xohlasalaringiz stansiyamiz atrofini Eurozabor bilan o'rab beramiz, beton qilib, Eurozabor originaldan qilib berishimiz ham mumkin. Unda stansiyamizning narxi 3 million 900 dan bo'ladi. Kelinglar, buni lyuks variant deb olaylik. Shu lyuks variant stansiyamizning narxi 3 million 900 lik ichida nimalar kiradi? Yana bir marta eslatib o'tiramiz. Jinko panel, deya invertor, 1/6 lider kabel, kreplenlarimiz alyuminiy zavodskoy krepleni bo'ladi. Profillarimiz konstruksiya to'liqligicha 4x4 profildan ishlatiladi. Demak, noshkalari 50 sm dan yerga kirgan holatida beton qilingan bo'ladi to'liqligicha. Ustiga 10 sm beton to'kib qo'yilmaydi. To'liqligicha qazib beton qilinadi. Bularni hammasi undan tashqari zabor qilib beramiz dedik, Eurozabor, kamera qo'shib beramiz dedik, Wi-Fi router qo'shib beramiz. Hammasini servislar bilan qilib beramiz. Narxi 3 million 900 dan bo'ladi. Bu fermerlarimiz uchun aksiya. Ulgurib qolinglar, fermerlar jo'natib qo'yasizlar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Quyosh panellari to'g'risida qanaqa yangilik bo'ladigan bo'lsa, Xudo xohlasa, avvalam birinchi borda bizda bo'ladi.